2022 yılda ishlab chiqarilgan 7 metrlik crossover Jetour restyling pozitsiyasini aksiya bahoda beramiz. 215 milyon so'mga qo'yildi mashinamiz. Plusuna toza pokoleniya propan gazla qo'yilgan, ustanofga bo'lgan benzindan, propandan cho'tki yurtiribdi. Mashinamiz bor yo'g'i 27 ming kilometr yurgan, 100% rodnoy, 360 gradus kameralari bor, 5 ключевой достуp, multimedia, elektronik sideniya, ishlar ham keng, monitorlar ham qatma ishchida, dim zo'r mashin. Lukdan qaranglarmi mana? Qop-qora svetidan 22 yilda ishlab chiqarilgan mashin. Mana 7 mesta, arka mestalar ham top-toza turibdi. 215 milyon so'm bitadon bahosi, srochniy sotiladi. Hech yerinde aybi yo'q. Bahosi arzon ekan deb ayb qidiradonlar bor kommentariyada. Yo'q, uning din emas. Mashina garantiya olib borib, test chetir bola orasida Qo'shko'pir avtomarketda turadi mashina.